O'zbekistonda yangilik do'stlar. Mana bolg'a bilan qattiq ursalanglar sinmaydigan brushatkalar bo'ladi. Eng qizig'i bu uyimizga 105 kvadrat metrga akalarimiz chiroyli qilib brushatka xizmatini qilib berishdi. Har 1 metrga 1,5 santimetrga uklonlargacha qo'yib berishgan. Eng qizig'i bunda sig'ani ketmaysiz, lekin yomg'ir suvi tushsa pastga tushib ketar ekan. Tagi sho'rlamay, sarg'aymaydigan sifatli brushatka bo'lar ekan. Eng qizig'i bu brushatkani akalarimiz o'zlari ishlab chiqarar ekan. 30 ga 30 asta-nafasan bo'ladi. 1 kvadrat metri 50 ming so'mdan bo'ladi. O'rtalarga mana bunday holatda Xitoy kristalli, ya'ni granitini qo'yib berishadi. 1 kvadrat metrga 10 bitta ketadi, donasi 1000 so'mdan bo'ladi. Undan tashqari ikkita tomoniga ya'ni Xitoy graniti bo'ladi, ya'ni kristalni o'rtasiga oddiy tosh qilib berishadi. Endi 50 bo'ladi, 1 pagonometr 120 ming so'm usti haqi mahsuloti ichida bo'ladi. Undan tashqari o'rtalariga, ya'ni darvozaxonalarga tosh gilomga o'xshab turib 120 ga 120 Xitoy kristalli granitlarni qilib berishgan. Narx 950 ming so'm, usti haqini o'zi 300 ming so'm bo'ladi. Astana faslimiz 1 kvadrat metrga akalarimiz 40 ming so'mdan olishyapti. Xo'p, vodiy bo'ylab ustanovka hamma yo'g'i ichida bo'ladi, faqatgina dastavkasi kelishining holati, vodiydan tashqari kelishining holatda mana shunaqa xizmatlar qilib beramiz deyapti. Kimgadir shunaqa sifatli brushatka xizmatlari kerak bo'lsa, akalarimiz nomerlarni pastda qoldirdik.